Islaylik bolalarga to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatishimizdan oldin birinchi navbatda tayyorlov bosqichini amalga oshirishimiz kerak. Bunda nima ish qilamiz? Tayyorlov bosqichida bolalarga neyrogimnastika mashqlarini bajartiramiz. Xohlasangiz musiqa sadosi ostida, xohlasangiz faqat ko'rsatilgan holatda yoki nutqiy holatida. Masalan, mana yonimda 4 ta rangli qo'lchalar turibdi. Masalan, qizil, yashil, ko'k va sariq. Bu yerda esa dumaloq sharikchalarimiz turibdi. Har bitta sharikchalarimiz ichi rang bilan bo'yalgan. Bitta ko'rsatkich barmoq bilan ko'k qo'yib turib, chap qo'limiz esa ko'k barmoqcha, ya'ni ko'k kaftimizni qo'yishimiz kerak. Va bu oldin sekin va tezlashtirgan holatda qilinadi. Ko'k, sariq, qizil, yashil, sariq, ko'k, yashil, qizil, sariq, ko'k, yashil, sariq, qizil, ko'k, yashil, qizil, ko'k. Bu nutqiy holatda gapirgandan keyin esa ikkinchi etapida nutqni qo'shmasdan faqat ko'rsatib qilinadi. Bu nima uchun qilinadi? Bolalarning ikkita miya sharini ishlatish uchun. Bola diqqatini, fokusini bir joyga qaratishni boshlaydi va keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etapda masalan bolangiz nutqiga yoki o'quvchingiz nutqiga s tovushini qo'ymoqchi bo'lsangiz, birinchi nimadan boshlaymiz? Neyrogimnastikani qildik. Ikkinchi etapda esa bolalarga nafas mashq qildiriladi. Nafas mashqida birinchi navbatda eng oson bo'lgan mashqdan foydalanadi. Masalan, pat yoki pattonida paxta ishlatishingiz mumkin. Buni ushlatamiz. Oldin ushlab turib, burundan nafas olib, og'izdan nafasimiz chiqarishimiz kerak. Mana. Ya'ni burundan nafas olsak, qornimiz itaradi havoni. Mana farqini qaranglar. Qorin bilan uflaganimizda kuchli shamol boradi, ko'kragimizdan uflagan shamolimiz esa kuchsiz bo'ladi. Ko'rsatib o'taman yana. Bu ko'kragimizdan nafas olamiz. Endi qornimizdan nafas olamiz, chiqaramiz. R tovushini talaffuz qilayotganimizda qornimiz bilan havoni itarishimiz kerak. Agar S tovushini talaffuz qilayotganimizda esa ko'kragimizdan nafas olib chiqarishimiz kerak. Ya'ni mana S tovushini talaffuz qilganimizda og'zimizdan chiqayotgan havo pastga uriladi. Agar farzandingiz S tovushini taqlid asosida qila olmasa, mana shu holatda ko'rsatgan holatda qila olmasa, mexanik usulda yordam berasiz. Undan oldin biz nafas mashqlarini ketma-ketligini qildiramiz. Patni puflash 5 minut yoki 3 minut yoki 3 marta 5 marta qaytartirishingiz mumkin. Ketidan trubochkada yana suv puflatishingiz mumkin. Yana nafas olamiz. Bu oddiygina puflaydi. Endi qilib puflashimiz mumkin. Hattoki s tovushini talaffuz qilib turib puflasa ham suvda s tovushi eshitiladi. Bu faqat oxirida differensiatsiya ishini qilganimizdan keyin qildirasiz. Agar taqlid asosida s tovush chiqsa, xuddi men qildirgandek qildirib ko'rishingiz mumkin. Uyilida shti topiladi. Shtini puflagan holatda ham nafasni rostlab olishimiz mumkin. Va oxirida esa shar puflash bilan tugatamiz. Siz farzandingizga 10 minut yoki 5 minutdan oshiq nafas mashqini bajartirsangiz, bolaning artikulatsiya apparatlari charchab qoladi va
boshqa etapga o'tishda qiynalishadi. Nafas mashqidan so'ng artikulatsiya mashqiga o'tamiz. U ham musiqa sadosi ostida mashq qildirishingiz mumkin. Mana hozir ko'rsatib o'taman. Гномики в избушке танцевать любили, хоровод водили. Хлоп-хлоп, тра-та-та, пляшут гномики с утра. Хлоп-хлоп, тра-та-та, ах, как пляска хороша. Я так плясать всегда любил, но ничего признать. Сегодня ноги я надевали крошки, яркие сапожки, каблучком стучали, дружно напевали. Хлоп-хлоп, тра-та-та, пляшут гномики с утра. Хлоп-хлоп, тра-та-та, ах, как пляска хороша. Гномы приседали, весело плясали. Эх, еще немножко, потанцуют ножки. Хлоп-хлоп, тра-та-та, пляшут гномики с утра. Хлоп-хлоп, тра-та-та, ах, как пляска хороша. К вечеру все гномы спать ложатся дома, закрывают глазки, снится гному пляска. Хлоп-хлоп, тра-та-та, пляшут гномики с утра. Хлоп-хлоп, тра-та-та, ах, как пляска хороша. Жили на Shu holatda ham massaj qilib olsangiz bo'ladi tilini, ham shu dinamik, statik mashqlarini o'yin tarzida olib bora olasiz. Agar bu holatni qilishni uddalay olmasangiz, o'rniga mana bu kartochka kubiklardan foydalangan holatda artikulatsiya apparatini qildirishingiz mumkin. Misol uchun otamiz, nima tushdi? Kulamiz. Otamiz. Tilimizni chiqaramiz. Ham bolaga bu qiziq o'yin hisoblanadi. Bundan tashqari yana boshqa artikulatsiya mashqlarini bajarib turishingiz mumkin. Mana bu holatda. Misol uchun qayerdan boshlaymiz va qayerda to'xtatamiz. Mana bu start. Startdan boshlab oxirida finish, ya'ni tugatilgan holatda qilinadi. Bunda kulish mashqi yoki oddiy qilib i aytsangiz ham bo'ladi. Chunki i'dan s tovushini chiqarish oson. Is, a, ko'zini yumar ekanmiz. Keyingisi yuzimizni havoga to'ldiramiz. Keyingisi havoni yutamiz. Og'zimizni katta ochamiz. Keyingisi jahl qilamiz. Keyingisi ko'zimizni ochib tepaga qaratamiz. Keyingisi yo'talar ekanmiz. Keyingisi labimizni pastga tushiramiz. Keyingisi ikkinchi tomon, chap tomonga tushiramiz. Soat. Tilimizni tepaga ko'taramiz. Tilimizni pastga tushiramiz. Og'zimizni katta ochamiz. Tepada labimizni yalaymiz. Keyingisi ikkinchi tomonni. Keyingisi uflaymiz. Ya'ni sham qo'yamiz. Sham. Bolaga sham qo'yamiz. Keyin uyga kelib to'xtaymiz. Ya'ni uyda jim turishimiz kerak. Chunki bolaning art apparatlari og'rib qoladi. Keyingisi tilimizni tepaga, tishlarimizni orqasiga qo'yamiz. Keyingisi kulamiz. Keyingisi jahl. Og'zimizni katta ochamiz. A, is, i yoki
Ya'ni soatcha mashqqa. Va sharpuflar. Shu holatda takrorlab tugatiladi. Bu mashqlarimizni tugatganimizdan so'ng ovoz mashqlarimizga kelamiz. Ovoz mashqiga ham hozir sizlarga qo'yib beraman. Nimani qildirishinglar mumkin. Sizlarga tashlab qo'yaman. Keyin 3-etapimizni ovoz mashqini qildiramiz. Nafas. Har bittasi burundan nafas olib qildiriladi. Ham fonetik drop. Qorinni ishlatamiz. Ha 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 ha. He 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 he. Nafas. He 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 he. Nafas. Bu ashulada ovoz mashqida rolga kirib, intonatsiyani o'zgartirgan holatda olib borilsa, juda ham maqsadga muvofiq. Men bu musiqani oxirigacha sizlarga tashlab qo'yaman. Oldin o'zingizlar ko'rib, o'rganinglar va farzandingizlarda yoki o'quvchilarda qo'llab ko'rasizlar. Oxirigacha qilmadim, shuning uchun yaxshilab eshitib qilishingiz kerak. Shu, burningdan emas, og'zingdan nafas chiqar. Shu, burundan nafas, og'izdan chiqaramiz. Da, молодец. Keyingisi bunaqa. Qimirlasin. Barakal, yana avtomat. Qorniga ahamiyat beringlar. Qo'llarga harakat qilyapti bu qilib. Tak, biz buni flash o'rgandik. Endi tilimiz ko'tardik. Qilamiz, xo'pmi? Yana tilinchi uflat. Yana yana isha qitig'iga ketdi.